Hazreti Alining shahid qilinishi. Bir kuni xavorijlardan bir necha kishi bir yerga yig'ilib, musulmonlarning orasida yuz bergan fitna va qalaymaqonchiliklar haqida paranglashqach, Nahrivonda yo'qotib qo'ygan yaqinlarini eslashdi va u ishga bo'lgan noroziligini, g'azab nafratlarini tilga ilishgandan keyin u voqeaga Hazrati Ali, Muaviya va Amr ibn Asni sababchi bo'ldi deb qarashib, bu üç kishini yo'qotib o'tgandila ummatning bu qalaymaqonchilikdan qutula oladiganligini xiyol qilishib, ularni o'ltirib o'tish qaroriga keldi. Bulardan Hazrati Alini Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi, Muaviyani Buraq ibn Abdullah, Amr ibn Asni Amir ibn Bakr at-Tamimi o'ltirdiganga kelishdi. Bu sirni hech kimga aytmaslik va Hijriya 40-yili Ramazon oyining 17-kuni bomdod namozi vaqtida bu uchini birli vaqtda o'ltirish haqida bir-biriga qasam berishdi. Bu üç suiqasdchidan Abdurrahman ibn Muljim bir kuni Taymur Rabob qabilasidan o'tib ketib, bu yerdagi go'zalligi bilan nom chiqargan Qatum binti Shajana ismli bir qiz bilan tanishib qoldi. Bu qizning yaqinlarimi Nahrivonda o'lib ketgan edi. Ibn Muljim bu qizga uylanmoqchi bo'ldi. Bu qiz Ibn Muljimdan nihoyat og'ir mehr haqqi talab qildi. Uning talabida 3000 dinar, bir qo'l, bir dedak va Hazrati Alining beshi qatorliqlar bor edi. Abdurrahman uning talabini o'rinlaydiganligiga va'da berdi va bu ishni qat'iy maxfiy tutishni topilgandan keyin men shartini qabul qilaman. Ammo bu so'zlaring o'ylanmoqchi bo'lgan kishisi bilan birga yashashni xohlamaydigan birining so'ziga o'xshab qoldi. Undaq emasmi? deb so'radi. Qizmi uningga, agar qutulib qolsang, albatta birlikda eng baxtli holda yashaymiz. Agar qutula olmasang, sening bilan jannatda birga bo'lamiz deb javob berdi. Abdurrahman ibn Muljimning bo'lg'usi ayoli ana shundaq so'zlarni aytib biljirladi. Halbuki Payg'ambar alayhisalomning bishorati bo'yicha aytganda, Hazrat Alining qotili insonlarning eng pastkishi va eng badbaxti edi. Nihoyat planlangan kun yetib keldi. Abdurrahman ibn Muljim zaharlik bir qilish bilan Hazrat Alini shahid qildi. Allohning shiri, Rasulullohning tag'isining o'g'li, Rasulullohning kuyovli, maslahatchisi, qiyin kunlardagi jon yo'ldishi, muborak o'rinbosari, Badr, Uhud va Xaybar g'azotlarining qahramoni, ilm va irfon buluqi, Hasan va Husaynning shafqatli dadasi, Hazrat Fatimaning yo'ldishi, ulug' sahoba Hazrat Ali bu ummatning eng xayrli shaxslaridan biri bo'lib, hayot vaqtida jannat bilan xush bishorat berilgan 10 kishining biridir. Tarixchilar uning shahid qilinishini har xil uslub va janrlar orqali kitobxonlar va tinchg'uvchilarning qalbida iz qoldirish uchun bu temani hissiy mazmunlar bilan jonlantirishga tirishib keldi. Holbuki bu insonning hayoti va shahid qilinishiga qaraganda bu voqea maydonga keltirib chiqargan masalalar haqida izlanish texmi muvofiq edi. Hazrati Alining shahid qilinishi asosan Hazrati Osmonning shahid qilinishi bilan boshlangan va islom tarixidagi tunji va eng cho'ng fitna deb atalgan voqeaning ikkinchi halqasi edi. Ta'siri kunimizgacha yetib kelgan bu voqealar 1400 yillik zaman ichida 3 ayrim fikr iqimining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Falsafiy, ruhoniy, siyosiy va ideaviy tushunchalari, radikal mavqesi va pozitsiyasi qatorliq jihatlardan islomning asli siziqidan yiroqlab ketgan bu 3 iqim xavorijlar, shialar va so'pilardan iborat. İslam ümmetining parchalanishiga sabab bo'lgan bu 3 oshqun iqim ichidagi xavorijlar siyosiy va askariy jihatda eng dastlab to'liq shakllangan iqimdir. Xavorijlar Hazrati Ali davrida boshlanib 200 yil ichida asosiy jihatdan yo'qolib ketgan bo'lsa-mu, Hazrati Alini shahid qilib, shialik va so'piliqning paydo bo'lishiga eng cho'ng rol o'ynagan edi. Bu sabab bilan xavorijlar faqat jinoiy tashkilot bo'lib qolmay, balki tarixning har bir davrda islom ummatining birlik va barobarligini buzgan. Musulmonlarni ulug' Qur'onning to'g'ri yo'ldan chiqarishga uringan. Har xil dinlarning botil e'tiqodlaridan foydalanib, minglagan bid'at va xurofiyliklar orqali musulmonlarning e'tiqod va ibodatini o'zgartgan. Ularni zamonimizdagi dinsizlik,
butparastlik va demokratizmga o'xshash ozg'un fikr bilan boshqarishga urinayotgan guruhlarning askariy va xalq bosqinchilarining yoshirin kuchlari bo'lgan shia va so'piliqqa o'xshash iqimlar butunlay degidek xavorijlar tayyorlagan sharoitda maydonga kelgan edi. Shuning uchun kunimizda islom ummatining asosliq masalalarini tadqiq qilishdan burun chuqum tarixning eng dastlabki davrlariga ko'z yugurtishimiz va u kunlarda yuz bergan voqealarning tunji o't piltisini tepib chiqishimiz lozim. Shuning bilan birlikda Hazrati Alining shahid qilinishidan e'tiboran bu voqealarning orasidagi munosabatlarga sal qarabosligimiz kerak. Chunki bu voqealar bir-biriga butunlay chetishliqdir. Buroq ibn Abdullohmo Muaviyaning paqalchiqidan yordar qildi. Ammo Muaviya davolanib saqaydi. U bu hodisadan keyin maxsus selingan saroyda turadigan bo'ldi. Ya'ni bexatarlik tadbirlari e'lingandan keyin ziyoratchi qabul qiladigan bo'ldi. Muaviyaning Misr valisi Amir ibn Asqa kelsak, u suiqasd kuni betob bo'lib qolganligi uchun masjidga chiqolmay, o'zining o'rniga amonliqqa mas'ul xodim Xarija ibn Xuzafani imom qilib qo'ygan edi. Shunga suiqasdchi bu kishini Amir ibn As deb o'ylab o'ldiribdi. Hazrati Ali zarba yegandan keyin Jundub ibn Abdullah uning yeniga kirib, "Ey mu'minlarning amiri, seningdan ayrilib qolgudek bo'lsak, Hazrati Hasanga bayat qilaylimi?" deb so'radi. Hazrati Ali, "Men sizlarga shundoq qilinglar yoki qilmanglar deyolmayman. Sizlar o'z ishinglarni mendan yaxshi bilasizlar" deb ixcham javob berdi. Ondan munosabatli kishilarni o'z qotilining badanini parchalab etmaslik to'g'risida ogohlantirib, "Agar men o'lib ketsam, uningga o'lim jazosi beringlar. Agar men o'lmay qolsam, uning jazosini o'zim beraman" dedi. Hazrati Ali oradan ko'p vaqt o'tmay vafot bo'ldi. Uning bolalari Hasan, Husayn va jiyani Abdullah ibn Ja'far yuyib kepalladi. Uning qayerga dafn qilinganligi haqidagi rivoyat bakmi ko'p bo'lib, zodi nega dafn qilinganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Hazrati Ali vafot bo'lgandan keyin xalq darhol yig'ilib Hazrati Hasanga bayat qildi. Uningga tunji bo'lib bayat qilgan kishi Qays ibn Sa'd edi. Hazrati Hasan xalifalik maqomida 6 oyga yaqin o'ltirdi va atrofidagilarning o'zini yolg'iz qo'yganligini ko'rib, ummatning birligi va barobarligining hammadan muhim ekanligini cho'nqur his qildi. Ittifoqlik uchun hamma narsadan voz kechishga rozi bo'ldi va Muaviyani yeniga da'vat qildi. Muaviya uning da'vatini qabul qildi. Hijriyaning 41-yili Rabiul Avval oyida xalifalik o'rnidan voz kechdi. Muaviya Kufaga kelib xalifalikni qo'liga oldi. Hazrati Hasan inisi Husayn bilan birlikda Madinaga ko'chdi. Shundaq faraz qilishga bo'ladiki, Hazrati Hasanning bu qaroriga Hazrati Husayn va Qays ibn Sa'd qarshi edi. 4 xalifa, ya'ni payg'ambar alayhisalom o'rnatgan haqqoniyat va haqiqiy adolatga tayangan siyosiy rahbarlik shundaq qilib oxirlashdi. Ulardan keyin haq va adolatdan yiroqlashish bilan paydo bo'lgan yo'chuq kun sari yo'g'nab bordi. Mü'minga qaytidin ma'lum shu yo'lga Fariz bo'lib yuklangan Allohning amri